Salom hammaga. Bugun tongimni qaynoqqina kofe bilan boshlashga qaror qildim. Larim turguncha uylarni pilisos qilib, chang pollarni artmoqchi bo'ldim va bunga ulgurdim. Oshxonalarni ham yaxshilab pilisos qilib, spanini ham pilisos qilib yog'larni ola olmadim. Yaxshilab changlarni artib bo'lgandan keyin farzandlarim ham zavtrak kukuruz yeyman dedi va unga tayyorlab berdim. O'g'limga esa pechenini sutda yuvitib, yumshoq qilib berib oldim. O'g'lim o'zi yeyapti. O'zim ham ular bilan yaxshilab cho'chib oldim. Bugun voqtga ketgan foydalanib, qamishlarni qilmoqchi. Ularni ham solib, yaxshilab yuvib oldim. Yaxshi ham shukur mashina chiqqan. Uylab topgan bo'lsa ham baraka topsin. Uxladi, keyin xolodilnikga ataka qilishga o'tdi. Xolodilnikimni kuf-suf to'dim, kapalaklar to'kilib tushdi. Qo'limni shiq etdim, bo'shatib oldim. Keyin yaxshilab ko'pirtirib yuvib oldim. O'zim ham maza qilaman, mana shu hamma yoqni tozalasam silayam. Xo'jayinim ham eslab, sevgi-izhor qilib bu yoqda o'g'limni, qizimni roli bor, o'ynashadi. Keyin kapalaklarim o'ziga qo'yyapti, narsalarni joylab oldi. O'g'lim uyg'ondi, unga banan berdim. O'zim ham unga qo'shilib bitta ananas bor ekan, yeb oldim. Ikki paytga xo'jayinim meni qilib berdi. Uni maza qilib yeb oldik. Farzandlarim bilan yodni setkalarni surib, dam olishga yo'l oldik. Hammaga xayrli kech, tuninglar osuda o'tsin.